Bir odam zakiy odam ekan. Podshoh shu bir savol javob qilgan payti saroyda zakovatiga oshiq bo'lib, bir xum tilla beringlar bunga deb bir xum tilla beryapti. Haligi odam olib ketsa, vazirni g'ayirligi kelibdi-da, podshohim bu odam shu bir xum tillangizga loyiq odam emas edi dedi, bekor beryapti. Aqling yetsa qaytarib olib ket. Vazir orqasidan ot choptirib boribdi, u bechora cho'lda o'rtasiga borib qo'ygan ekan. Keyin to'xtatdi-da, bizda ozgina anglashilmovchilik ketib qolibdi, podshohimiz bir ikkita savol javobga loyiq bo'lsa ketaversin, bo'lmasa bir xum tillani qaytarib qo'ysin deb aytdi. Bemalol deb. Senga savol. Xudo nimani yaxshi ko'radi? Xudo bir banda, ya'ni bir musulmon boshqa bir musulmonni aybini yashirganni yaxshi ko'radi. To'g'ri topding deb. Ikkinchi savol. Xudo nimani yeydi deb. Bu aytibdiki, Xudo bandani g'amini yeydi deb. To'g'ri topding deb. Uchinchi oxir savol. Xudo hozir nimani xohlayapti deb. Jim bo'lib qoldi yerga qarab. Gapir, zo'r javob beradi dedim-ku desan. Hozir shu juda balanddan kelib savol berdingiz, men pastdan turib javob bera olmayman deb. Nima qilaysiz? Otdan tushingiz, men chiqay deb. Bo'pti. Otga minibdi, u tushibdi. Gapir, Xudo nimani xohlayapti desan. Xudo hozir bitta peshkom bergan odamni otli bo'lishini xohladi deb. Hozir sog' bo'lasizlar deb turib, otni choptirib ketib qoldi. Subhanalloh. Bechora keyin piyoda qaytib ketdi vazir. Podshoh rosa ustidan kulibdi. Dedi, u shu falon viloyatga borganda bir topamizsin deb. Boplabdi seni, battar bu deb. Keyin bir yo'li tushib qolibdi. Haligi odamni toptirdi. Keyin Rabiy podshohim deb kelsa, quchoqlashib ko'rishib, o'tgan safar vazirni boplab seni maza qildim debdi. Shu payti men nasr qilib qo'ydim. Shu aql zakotiga yana bir qoyil qoldim deb turib, senga tanlash imkoniyatini beraman. Xohlasang 200 tilla beraman deb. Xohlasang 200 ta qo'y beraman deb. Xohlasang bir chekkadan suvli joydan bir yaxshi bir bog' beraman. Qaysi birini tanlaysan desa, aytibdiki, podshohim, siz shunday bir katta davlat podshohisiz, juda buyuk odamsiz. Sizni orqangizdan so'raydigan yo'q debdi. Sen buni nimaga berding deb. Shu mayli desangiz, men 200 tillani olsam deb. 200 ta qo'yni ham olsamda, hali bog'ingizni mazaq boqib yursam nima deysiz? Haligi sizni orqangizdan so'raydigan yo'q deb tilini qisib qo'ygan u. Bechora noiloj bo'ldi, olaver deb berdi deb vazirga qarab, tezroq ketmasang hozir butun podshohlikni tortib oladi debdi. Subhanalloh. Shuni aytib bergan bir yosh ulug' odam, ahli ilm odam o'sha kuni birga ancha suhbat qildikda, duo qildi. Duoni shunaqa go'zal qildiki, juda ko'p narsa so'radi. Butun ummat uchun, butun davlat uchun, butun xalqimiz uchun, musofirlar uchun, hamma uchun so'radida oxirida aytdiki, Xudoyim, shu narsalarni bersang, seni orqangdan so'raydigan yo'q, nimaga berding falon narsani deb. Subhanalloh. Bergin deb aytdi. Juda boshqacha, ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Shunday. Alloh taolo o'zini bir vasf qilishlarini yaxshi ko'rar ekanda. Bir go'zal duolar qilishni yaxshi ko'rar ekan.